Gulsanam Jalhazbayeva, Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'zatov. Bu esa Zulfiyo mukofotining eng yosh sohibasi Gulsanam O'razbayeva. Bu uning prezident bilan birinchi muloqoti emas. Shunga qaramasdan his-hayajonni yengish oson kechmadi. O'tgan yilning oktyabr oyida Toshkent IT parkiga tashrifi chog'ida davlat rahbari Gulsanam bilan video konferensiya orqali suhbat qilib, u bilan albatta ko'rishishni va'da qilgan edi. O'zbekiston bayrog'ini jahon tan oladi. Mening g'ayratim. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Sog'-salomat bo'ling. Siz bilan albatta uchrashaman, men va'da beraman sizga. Rahmat. Albatta ko'rishamiz. Prezident nafaqat va'dasining ustidan chiqdi, balki yosh sportchi munosib ko'rilgan mukofotni shaxsan o'zi topshirdi. Taqdirlash marosimi protokol talablariga muvofiq rasmiy tarzda emas, balki prezident Shavkat Mirziyoyevga xos bo'lgan samimiy tusda o'tdi. Zulfiyo mukofoti sohibalarini otalarcha tabriklagan bo'lsa, kattaroq avlod vakillariga qo'lini ko'ksiga qo'yib ehtirom ko'rsatdi.